Farzandingizni urganingizda ular sizni yaxshi ko'rishdan to'xtashmaydi. Shunchaki nima xato qildim deb o'zlarini ayblashadi. Siz yig'layotganingizda bolalar "Bo'ldi qil, yig'layverma" deyishmaydi. Ko'z yoshlaringizni artishadi. Siz xafa bo'lganingizda "Nega xo'mrayib o'tiribsan?" deyishmaydi. O'rniga "Nega xafasiz? Kim sizni xafa qildi oyijon?" deb so'rashadi. Bog'chaga kech qolib borganingizda "Qayerda dovdirab yuruvdingiz?" deyishmaydi. Shunchaki xursand bo'lib kutib olishadi. Shoshilganingizdan biror narsani to'kib yuborsangiz, "Namuncha befarosatsiz" deyishmaydi. Shunchaki "Hech qisi yo'q oyijon, bo'p turadi" deyishadi. Uylar yoyilib yotganda "Nega uylarni yig'ishtirmasdan telefonda o'tiribsiz?" deyishmaydi. Shunchaki siz uydaligingiz uchun xursand bo'lishadi. Qadrli dugona, farzandingizni emas, o'zingizni boshqarishni o'rganing, zeroki ular sizga taqlid qilishadi. Farzandlarimizni sevib, ulardek shartsiz sevib tarbiya qilishimiz kerak.